Assalomu alaykum, qadrli YouTube'miz a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zagasimiz bilan tayyor bo'ldi. Bunimizni eshiklarimizni Andijon viloyati Sharxonga olib kelib o'rnatdik, Do'lob degan joyga. Bu yer akamizga 4-5 ta eshik, 6 ta rom qilib berdik akamizga mana. Xudo xolasa uylariga o'ta chiroyli yarashibdi. O'zlariga nasib qilsin, Xudo xolasa mana. Xo'sh, bularning bir chekkadan obzorini qilib beramiz mana sizlarga, Xudo xolasa mana. Bu eshiklarimiz razmeri mana. Xo'sh, bu 25 ga, bu 228 eshiklar bo'lgan. Romlarning razmeri 80, 82 ga, 52 bo'lgan. Mana ko'rishlar mumkin. Hammasi bir xilda standartli mokri holatda bo'lgan. Mokri rangda bo'lgan. Materiali 08 da bo'lgan, naqshlari bo'lgan. Aynalar germetiklangan mana. Doimgidek o'rtasi ochiladigan, xudo xolasa mana. Tepalarni mana kanizlarni shunday qilib, xudo xolasa chiroyli qilib, skromli fasonda qilib olib kelib o'rnatdi mana. Eshiklar mana haytdagi fasonda mana. Zamonlari ham xudo xolasa zo'r xizmat qiladigan tureskiy zamonlar. Eshiklari gulli aynalik, ham germetiklangan. 18 da bo'lgan, xudo xolasa mana. Shularni mana olib kelib o'rnatdim Sharxonga, akamizga. Xo'sh, kim kerak bo'lsa, bunaqa jigar rangidanmi, mokrimi, qanaqa rangidan bo'lsa ham kelishilgan holda, xudo xolasa mana qilib bera olamiz. Mana bu akamizga kvadratini 750 mingdan qildik mana. 750 mingdan ko'p ekan, olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa ishlari o'ta chiroyli chiqdi. Mana. Hammasi mana ideal darajada o'ta zo'r bo'lgan, xudo xolasa. Kimga shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa telefon qila olasiz. Nomerimiz 91 487 0033. Oddiy bo'lib olib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz, dahshatlarimiz bor. Kelishilgan holda boshqa joylarga, Toshkentlarga, Samarqandga o'rnatyapmiz. Yo'l kirasini kelishsang, masalan, olib borib o'rnatib berishimiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsalar bitta podpiska, bitta like ayamanglar, kanal rivoji uchun, xudo xolasa. Hammalarga ishlarga omad, nutlarga daromad. Hammalarga rahmat.